Ko'chadan kirsangiz bo'lmasmidi? Ha, Azimjondan kelgan xatni mendan oldin bilmoqchimisizlar? O'g'lim kuzga yaqin kelar ekan. Ha, nima xabar o'zi? Injenerlik qog'ozi qo'liga tegishi bilan butunlay kelar ekan. Qog'oz emas, diplom, binokor injener deb nomlanadi. Umrini bergir, Sayyoraxonga xo'p munosib yigitda. Ha, qani eshitaylikchi o'qing. Qani aylanay o'qingchi. Aziz onajon, men sizga bir surpriz tayyorladim. Borganimdan keyin aytaman. Ko'rsangiz og'zingiz ochilib qoladi. Mehribon o'g'lingiz Azimjon. Voy, surpriz? Voy, surpriz degani nimasi? Menimcha kir yuvadigan mashina bo'lsa kerak. Voy, tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab chiqishmaydi-ya? Ha, qarang Halimaxon, kirni mashina yuvsa-ya. Tavba, uyda chaksa uni yo'q, tom boshida qo'shtandir. Kir yuvadigan mashinani boshingizga urasizmi? Hay Poshshopa, uyata. Hay Mehroba, bu surpriz degani tilbizir bo'lmasin tag'in. Oppo, o'quvchi bolaga tilbizir tushib qoptimi? Nega o'quvchi bola bo'lar ekan? Azimjon endi injener. Hali qog'ozini qo'liga olgani yo'q. Meni o'g'lim Azimjondan ko'p pul topadi. Voy. Ha, baloginaga uchrabgina ketgur. Ha, o'g'ling bilan qo'shmazor bo'lgur. Yo'q, qarg'ishing o'zing yursin. Endi kelinni harakatini qilsam bo'lar ekan. Kelin kerak desangiz, qiz qidirishning hojati yo'q. Ha, oy desa og'zi, kun desa ko'zi bor, soch tovoniga yetgan bir qiz bo'lganida. Kimni aytyapsiz? Anavi qizni-da, u anavi birinchi maktabga ustoz bo'lib ketdi-da, juda ham bilimdon emish. O'zining fanida qog'ozlari ko'p emish. Nima edi-ya? Ha, sertifikat degani ekan. Oylik maosh ham baland emish. Ha, bu oyligi baland bo'lsa, sizga naf tegarmidi? Bu o'zi qizni o'zingiz ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q hali. Bir bedavo qiz bo'lmasin tag'in. Voy Halimaxon, bedavo qiz bo'lganida shunday chiroyli maktabda ishlarmidi? Shu qog'ozini olarmidi? O'zingizni sayyorangiz xunuk bo'lsa, chiroyli ashulalar aytarmidi? Shu maktabni aktiv qizlardan bo'larmidi? Ha, ya, sizga aytaman deb esimdan chiqdi. Sayyoraxon ham shu qog'ozini olaman deb harakatda yuribdi. Dars olgani muallim